Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Qiynalmasdan. Xo'p, kecha darsda ortga chaqirilmagan edik. Hozir mana fursat topib, vaqt topib, hozir videoni yozib qolaman и guruhga tashlashga harakat qilaman. Xo'p, bugun sizlar bilan ko'rib o'tadigan narsamiz bu 7-modul bo'ladi. Ya'ni 7-modulni ko'rib o'tamiz hozir sizlar bilan. Nimaga birdaniga 7 ga o'tib ketdik? 7 ga o'tib ketganimiz sababi menda biroz Windowsda muammolar bo'ldi. Adashmayotgan bo'lsam bizda sistem hacking edi. Bu sistem hacking tashlab ketyapmiz. Ya'ni videolarda keyin videoni oxirlayman. To есть darslar oxirrog'iga borib qo'yganda harakat qilaman to'g'rilab uni ham chiqarishga. Hozir biz asosiy hacking web application and web servers, ya'ni web serverlar va web applicationlarda penetration qilib, ya'ni ularni hacking qilishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, buning uchun biz web saytlarni, web applicationlarni hacking qilishimiz uchun bizga daemon vulnerable web applications degan nima bor? Ya'ni app bor. Web app bor, ilova. Xuddi shundan foydalanamiz. Xo'p, bu nima deydigan bo'lsak, bu website, web application, ya'ni bu asosiy OWASP'ni top 10 zaifligi joylashgan. Ya'ni xuddi shu davinda mana shu hamma zaifliklar, top 10 ta zaifliklar mavjud, o'zida bor. Biz shuni real shunda ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bizga shu muhitni yaratib beradi mana shu application. Xo'p, okey. Endi shu applicationni install qilishdan boshlaymiz. Birinchi bo'lib bizga sudo apt install dvwa enterni bosamiz va bu yerga password kiritib install qilamiz. Menda allaqachon o'rnaganligi uchun shu narsani chiqardi. Agar sizlarda o'rnamagan bo'lsa ketadi, aytadi, o'rnatasanmi deydigan joyda sizlar yana bosasizlar, yes, enter и shu bilan o'rnatishda davom etadi. Xo'p, keyingi narsamiz bu buni ishga tushirish. dvwa ni ishga tushiramiz. Buning uchun yozamiz dvwa va start. Enterni bosamiz va bu yerga password kiritamiz. Passwordimiz yozamiz va biroz kutsak bizda Firefoxda ochib beradi. Ya'ni o'zimizning lokalniy IP adresga ulangan holatda ochib beradi buni. Xo'p, e'tibor beringlar, mana ochdi. Ko'rinishi shunaqa. Bu yerda login pejidamiz. Voy. Login pejda va bu yerda username va password turibdi. Username ga admin, password kesib password yozamiz, enterni bosamiz. Mana hozir shu oyna yopdi. Sizlarda bu oyna birinchida chiqmasligi mumkin. Masalan, chap tomondagi. Birinchi mana shu holatda chiqadi oyna. Bu holatda create reset database bosadigan bo'lsalaringiz, sizlarda yana login parol joy yotadi. Bu yerga o'sha default login parolni joylashtirsalar bo'ladi. Masalan, shu password admin va password deb yozsalaringiz login admin, passwordga password yozilsa ishlab ketadi. Xo'sh, okey. Endi buni ishlatishda va qanaqa ko'rinishda ekanligini ko'rdik. Xo'p, biroz tanishadigan bo'lsak, ko'rinishi shunaqa. Bu home page, ya'ni tushuntiradi. Welcome to vulnerability application va hokazo hammasini beradi. Instructor va hokazo instruksiyasi bor, hamma narsasi bor. Xo'sh. Endi bu yerda mana ko'rishimiz mumkin, har xil zaifliklari bor. Misol uchun brute force, command injection, serif, file inclusions, file upload, insecure caption, SQL injection va hokazo, XSS, JavaScript, authentication based bypass va hammasi bor. Kriptografiya va hokazo. Shular hammasi zaifliklar hisoblanadi. Shu zaifliklardan biz o'rganib chiqamiz birin-ketin. Hozir biz command injection o'tamiz. Xo'p, bundan oldin bizga dvwa security joyi bor. Buni bosadigan bo'lsak, bu yerda asosiy zaiflikni etabi, leveli bor.
Misol uchun bu yerda low qiladigan bo'lsak, eng past zaiflik bilan hammasi himoyalanadi. Eng past zaiflik bilan. Submit bosib qo'ysak, xuddi shu zaiflik orqali hammasi zaif holatiga keladi. Low. Medium va height bor. Height eng yuqorisi bo'ladi. Submit bosib, height orqali bular joylashadi. Hop. Okay. Endi biz hozir ko'radigan narsamiz bu command injection hisoblanadi. Okay. Hozir bu command injectionni o'chishdan oldin bu D va W ani start qilgan bo'lsak, D va W stop qiladigan bo'lsak, bu ishdan chiqadi. Ya'ni stop bo'ladi. Shunday. Tak, shunaqa. Xo'sh, okay. Endi command injectionga keladigan bo'lsak, command injection asli nima? Shuni tushuntiraman hozir. Xo'p, command injection bu zaiflik o'zi nomida yozib qo'ygan, ya'ni komanda orqali inyeksiya qilish. Ya'ni komanda orqali serverga yolg'on so'rov yuborish. Ya'ni imенно shu Linuxda byurolardan foydalangan holatda saytni aldab, uni manipulyatsiya qilib, qanaqadir ma'lumot olish. Ya'ni byurolarni bajarishga majbur qilamiz. Xo'p, bu yerda mana misol uchun oddiy misol keltirib qo'ygan enter IP address, ya'ni biz xohlagan misol uchun input joylarni tekshirishimiz mumkin. Misol uchun bu oddiy holatda 127, men o'zimning lokalniy IP adresimni kiritadigan bo'lsam, 127 va hozir submitni bosadigan bo'lsam, hozir menga bu yerda ping chiqarib beradi. Ping bu mana shu IP adres ishlayaptimi, ishlamayaptimi degan. Misol uchun ping borsa, mana bunaqa bu demak ishlayapti degani. Ping qaytaryapti. Agar ping qaytarmasa, bu demak ishlamayapti degan narsa bo'ladi. Xo'p, ko'rib turibsizlar, bu ping ishlab turibdi. Bizi funksiyamiz ham ishlab turibdi. Xo'p. Endi biz buni manipulyatsiya qilishimiz mumkin. Misol uchun 127 va hokazo qilib turib, bu yerga nuqta virgul ls qiladigan bo'lsak, ls va submitni bosadigan bo'lsak, biroz kutamiz. Bizga e'tibor beringlar, mana help index.php source degan fayllarni olib berdi. Bu yerda nima qildik? Biz oddiy inputni aldagan holatda, mana shu nimani aldagan holatda biz qo'shimchasiga komanda yubordik. Ya'ni Linuxda komandasini yubordik. Shu orqali biz veb saytni aldadik. Xuddi shu narsa command injection deb ataladi. Bu yerga misol uchun boshqa komanda yozsak, misol uchun Huimin nima edi? Salaris Huimin bu qaysi foydalanuvchi bo'lib ro'yxatdan o'tganingizni ko'rsatadi. Mana D va W A foydalanuvchi sifatida ro'yxatdan o'tganimizni ko'rsatib beryapti. Bu yerda yana nima qilishimiz mumkin? Misol uchun 127 ls qilib enterni bosadigan bo'lsak, bizda ko'rsatyaptiki help index.php source degan faylni ko'rsatyapti. Keling, mana shu index.php ni mana shu yerda o'zida o'qib ko'ramiz. Buning uchun o'sha yozamizda bu yerga oddiy cat va index.php deb submitni bosadigan bo'lsam, catni bilasizlar. Cat bu o'qish. Tak. Xo'lis, shu mana o'qidi. Kodlarini va hokazo. Kerak narsalar faqat nima buzilib ketdi, hozir bizga tushunarsiz bo'lib ketdi bu narsa. Shunaqa. Yokida 127 IP adresni kiritamiz. Misol uchun bu yerga tak. cat etc passwd ni kiritadigan bo'lsak, komandani bu yerda asosiy mana shu userlari, rootlari, misol uchun www.data va hokazo hamma narsasi joylashgan bo'ladi bu yerda. SSL passwordlar va hokazo hammasi shuning ichida bo'ladi mana. Misol uchun bloglar va hokazo.
Bu yerdan foydalanib biz kerakli ma'lumotlarni o'qiy olishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shu narsa command injection hisoblanadi. Xo'p, endi shu o'rinda biz yana bitta narsa o'tishimiz kerak. Ya'ni xuddi shu command injection zaifligidan foydalangan holatda biz o'zimizni lokalniy, ya'ni mana shu terminalimizga xuddi shu mana hozir men qaytayotgan javoblarni, qaytayotgan so'rovlarni, ya'ni umumiy Linuxda mana shu nimani buyruqlarni через biz terminal orqali qilishimiz mumkin. Xo'p, buning uchun bizga netcat yordam beradi. Netcat oddiy /lnvp qilib bitta port ochamiz. Misol uchun 8000 port yaratamiz, enterni bosamiz. Bu yerda netcat bizga xuddi shu port orqali ulanmoqchi bo'lgan nimalarni, ya'ni so'rovlarni tinglaydi, ya'ni listening qiladi, ya'ni eshitib turadi. Shu orqali buni ushlab oladi, so'rovni ushlab oladi va unga yo'l ochib beradi. Xo'p, endi biz yo'l ochdik. Endi buni qanday qilib ishlatamiz? Xo'p, birinchi bo'lib biz lokalniy manzilni kiritamiz. Kiritdik. Endi biz buyruq yozamiz. Bu buyruq 127 ishlasa, birinchi buyruq muvaffaqiyatli bo'lsa, bajarilsa, ikkinchisi ishlaydi. Ya'ni hozir ikkinchi komandani yozishimiz kerak. Bu ikkinchi komandamiz netcat. Ya'ni ikkinchi komandamiz netcatga ulansin bu yerda. Xo'p, -c va sh bu shellni ochib beradi. Unga netcat orqali ulanish uchun imkoniyat beradi. Ya'ni bitta -c va shell qilib ulanishga yordam beramiz. Xo'p. Endi qaysi nimaga ulansin? Ya'ni netcatdagi qaysi serverga ulansin deydigan bo'lsak, bu yerda 127 da, bu ham xuddi lokalniy 127.0.0.1 biz qaysi portni ochgan edik? 8000 portni ochgan edik. Shuni yozamiz va submitni bosadigan bo'lsak va bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana bizda connection hosil bo'ldi. Connection to lokalniy hostga ulandi. Agar ls qiladigan bo'lsa, mana shu yerda o'zida mana barcha buyruqlarni olish mumkin. Qo'ying, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda javoblar keldi. Misol uchun cat index.php, mana index.php ni ichidagi ma'lumotlarni o'qiy oldik. Cat etc swd cat etc swd. Mana bu narsalarni ham o'qiy olyapti. Bularni ham o'qishimiz mumkin. Ichida xohlagan narsamizni, xohlagan ma'lumotlarimizni va hokazo. Xo'p, asosiy hozir shuni ko'rsatmoqchi edim men. Ko'rdilaringiz, bu narsani biz amalga oshira oldik. Ya'ni bu yerdagi ma'lumotni va oldik. Tak. Endi bu yerdan chiqib ketsak ham bo'laveradi. Xo'sh. Hozir umumiy biz qanaqa holatda nima qilganimizni tushunib oldik. Xo'p. Endi kelinglar narsani ko'ramiz. Misol uchun
Bu yerda mana D va WA da security qismini ko'rdik. Hozir biz low, ya'ni eng zaifdan foydalandik. Ya'ni zaif holatdan foydalandik. Endi mediumdan foydalana ko'ramiz. Hozir submitni bosaman. Xo'p, bu yerda command injectionga kiraman va bu yerga 127.ls qilib submitni bosaman. E'tibor beringlar, bu yerda manda komanda ishlamayapti. Ya'ni medium zaiflikda bu narsa uje ishlamayapti. Hozir men yerda source view source turibdi. Bu yer source deb bosadigan bo'lsak, kodini ko'rsatadi. Bu yerda e'tibor beringlar, set blacklist degan bu yerda variable bor va array ochgan va aytyaptiki, bu yerda mana shunaqa va nuqta virgulni filtrlaydi. Bu narsalarni ya'ni ko'rishga yordam bermaydi. Ya'ni bu komandalardan foydalana olmaymiz. Misol uchun 127 nuqta virguldan foydalanamiz va bu yerda hali ko'rganimizdek valardan foydalana olmaymiz. E'tibor bersangiz buni yordam bermaydi. Xo'p, okey. Endi buni chetlab o'tishimiz uchun bu filtrni oddiy chetlab o'tishimiz mumkin. Buni qanday qilib chetlab o'tamiz? Agar bizda va bo'lmasa, bizda yoki degan komanda bor. Xuddi shundan foydalanishimiz mumkin. Submitni bosadigan bo'lsak, bu yerda bizda mana e'tibor beringlar, manipulyatsiya qilib biz yana komandamizni kirita oldik bu yerga. Tushunarli? Xuddi shunaqa. Endi yana oxirgisi dev security. Buni mediumda hide qilaman va submitni bosaman. Command injectionga kiraman va bu yerda 127 ls qilib turib, endi yana vani bosib submitni bosadigan bo'lsak, e'tibor beringlar, endi bu hide rejimida bu ishlamayapti. View source ga kiradigan bo'lsak, mana bu yerda filtrlab qo'ygan. Mana shu nimalarni ya'ni qabul qilmasligi uchun, ya'ni filtrlayapti funksiyada, array ichida funksiya emas, shu narsalar filtrlayapti. Xuddi shu narsalarni qabul qilmaydi, ya'ni input orqali. Endi buni biz yana bir manipulyatsiya qilishimiz mumkin. 127 ls vani yozamiz va buni oddiy joyini olib tashlaymiz bu yerda. Bu yerda tashlab turib, submitni bosadigan bo'lsak, bu yerda biz mana zaifligidan foydalana olamiz. Xuddi shunaqa holatda. Tushunarli? Xo'p, shunaqa. Xo'sh, asosiy hozir sizlar bilan ko'rib o'tmoqchi bo'lgan narsam bu shulardan iborat edi. Umid qilaman sizlarga command injection tushunarli bo'ldi. Savollar bo'lsa gruppaga yozsalaringiz javob berishga harakat qilaman. Birgalikda muammoni yechamiz. Iltimos qilaman, buni ham o'zlaringizni sinab ko'ringlar. Xo'p, shu o'rinda yana bir narsa. Tak. Shu o'rinda yana bir narsa, biz bu zaiflikdan foydalanib bu yerda ishlab ko'rdik. Endi bilsalaringiz, TryHackMe degan nima bor? Website bor. Ya'ni web application bor. Bu TryHackMe. Ya'ni o'tgan darsda tushuntirganim, ya'ni Hackboxda bir analogiya hisoblanadi. Bu yerda har xil mashinalar bo'ladi, darsliklar. Xuddi shundan darsliklardan foydalangan holatda biz turli xil zaifliklarni topishimiz mumkin va bu yerda amaliyot o'tashimiz mumkin. Iltimos qilib qolaman, shu TryHackMe veb-saytidan ro'yxatdan o'tib, bu yerda ro'yxatdan o'tib qo'yinglar. Men link tashlab qo'yaman. Xo'p, shu asosiy bugungi hozir ko'rib o'tmoqchi bo'lgan narsalarimiz. Hammaga rahmat, sog' omon bo'linglar.